Aziz do'stlar, ko'p bemorlarimiz qo'rqadi. Jigarimda kista bor, jigarimga quv tushib qolibdi deb xavotirda yuradi. Buni xavotirlik hech qanaqa joyi yo'q. Buni yechimi bor. Buni yechimi faqat jigarda kista bo'lsa, uni albatta operatsiya qilib olib tashlash kerak. Hozirgi bajaradigan amaliyotimiz ham bu bemorimizda jigarda katta hajmda kista bor. Shu kistani biz kesmasdan, qorin bo'shlig'ini ochmasdan, zamonaviy usulda kichkina tirqishlar orqali shu amaliyotni hozir bajaramiz. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda jigarda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga kelib murojaat qilishingiz mumkin yoki quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bizdan maslahat olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, mana aytganimizdek amaliyotni boshladik. Hozir mana birgalashib ko'ramiz. Mana qorin bo'shlig'iga tushdik. Mana shu mana jigar. Mana jigarning bu o'ng bo'lagi, bunisi chap bo'lak. Mana shu bo'rtib ko'rinib turgan mana shu echinokokoz kistasi, ya'ni jigarda echinokokoz kistasi mana. Katta hajmda echinokokoz kistasi. Mana bu tomoni ham mana bir qismi jigarni o'ng bo'lagini egallagan. Bir qismi jigarni chap bo'lagini egallagan. Mana jigarni ko'taryapmiz. Albatta ko'tarib taglarini ham ko'rish kerak. Tagida ham joylashgan bo'lishi ehtimoli bor. Xo'p. Yaxshi. Bu yerda ham bitishmalar bor ekan, buni ham ajratib ko'rib qo'yish kerak. Bu joylarda ham bo'lish ehtimoli bor. Shu amaliyotni mana biz kesmasdan, qorin bo'shlig'ini ochmasdan, mana kichkina tirqishlar orqali, ya'ni zamonaviy usul bilan amaliyotni bajaryapmiz mana. 3 ta tavakallar bilan. Buni to'liq bo'lmaydi. Ha? Mana endi kesganimizdan keyin mana kista aniq ko'rindi mana. Aniq. Mana bu jigar to'qimasi bu. Bu jigar to'qimasi, bu kista mana. Haligi jigar bilan yopishgan bitishmani mana kesdik, bu yerda ham aytdik-ku, bu yerda ham kista bo'lish ehtimoli bor deb. Kesganimizdan keyin yo'q, bu yerda kista yo'q. Jigarda o'zini to'qimasi. Mana. Jigar ham sal bo'shadi. Mana o'sha kesgan joyimiz. Katta hajmda kista bu yerda turibdi mana. Hop, bu kistani ichini ochishdan oldin albatta atroflariga bunaqa salfetkalar qo'yib olish kerak. Chunki buning ichida suyuqlik tushib, qorin bo'shlig'iga tarqab ketish ehtimoli bor. Mana hamma tomoniga salfetkalar qo'yib oldik. Endi hozir shu kistani ichini ochamiz. Kichkina ichi. Mana kichkina rashni ichidagi suvni tortdik.